Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Hozir Ahad Turdining Sarson ruh nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Keryotganinglardek bugun yana sirtda o'qib beraman. Bugun havo nihoyatmi yaxshi. Jiraqda oq qor tog' cho'qqisi nihoyatmi chiroyli ko'rinib turibdi. Haybatlik, chiroyli. Bugun men sizlarga ma talliqninki soyasida o'tirib, romanni o'qib beraman, chunki boshqa yer beklam issiq. Ma'qul amsa, romanni boshlaylik. 8-bob Lahor turmusida. 1. Atxon texicha xuddi qora bosqandek xiyoli to'yg'ida edi. Heliqi kuni nima ish bo'lganligini u aran aslaydi. Peshin namozdan yenib, doktorxonaga ketayotgan yo'lda go'yo yerdan ungandek ikki saqchi paydo bo'lib, qo'liga ko'ysa solganda Atxon qo'rqinidan o'shidan ketkili tas qoldi. O'ng'a qara, qo'llari yungluq, ko'rinishi surlik, harakati qo'pol bu saqchilar shu chaqda uning ko'ziga ba'ayni do'zaxning ishik baqarlaridek vahimalik ko'rinib ketgan edi. Ular Atxonni bir abjaq mashinaga selib, tor, qorong'u, qiston yerlardan o'tkazib, temir ishiklik bir uyga ittirib kirgizibdi. Atxon bir parcha bo'ridan boshqa hech narsa yo'q, mana shu sessiq pasqini uyda savol-so'roqsiz 3 kun yotdi. Bu 3 kun uning hayotidagi eng uzoq, eng notivan, eng zulmatlik 3 kun bo'ldi. Atxonning ko'zidan yosh qo'rimadi. U har qancha qilibmi bu ishning rostligiga o'zini ishondira olmaydi. Shuncha yashig'icha poklik, halollik va yavaşlik bilan yashab kelgan bu odam uchun o'zi tuyuqsiz duch kelgan bu baxtsizlik hargiz reallik emas, balki bir tush, qabohatlik tush edi. Atxon ig'ir jarohatlangan ko'nglining bir yerlarida bu qo'rqinchliq tushdan uyg'onsila aslibiga qaytib kelaman degan fikrlarni xira-shira o'ylaydi. Lekin shafqatsiz reallik hamon o'zining so'g'uq va qattiq iskanjisi bilan Atxonni erkinlikdan, nur va haroratdan mahrum qilib, uni yanim qismoqda, qiynamoqda edi. 3 kundan keyin Atxonning qo'liga zanjirlik ko'yzi selindi. Ko'yziga chetilgan zanjir 3 metrda keladi. Saqchi ana shu zanjir bilan uni so'rab mangadi. Atxonni ikki saqchi yana bir yerga elib mangdi. Atxon ularning o'zaro qilishgan paranglaridan jaj degan gaplarni angladi va keyin jaj degan gapning qozixona ekanligini tushundi. Uni ana shu yerga elib keldi. Bu yer ishxona qiyofatidagi so'roqxona edi. Bu yerda bir necha odamlar bilan billa uchisiga qimiz shilvar, ya'ni Pokistonlikning milliy kiyimi, beshiga seriq pogiri kiygan, semiz soqolliq birsi to'rda gidiyib o'ltiradi. Atxonni akelgan saqchilarning birsi soqolliq qoziga bir parcha materialni sundi. Orducha bu materialda pash qilinishicha, bu odam nasha atkazchisi, Qashqardan maxfiy nashi yo'tkab, Gilgit, Konjut qatorliq joylarda sotgan, tutib turib tekshiriladi degan gunoh yozilgan edi. Lekin Atxon o'ziga ortilgan bu gunohlarni qilchi bilmaydi. Heliqi soqolli qozi materialni ko'rib bo'lib, Atxonning beshidan oyog'icha so'g'uq nazar bilan qaradi. Ondan qo'pol ovozda bir narsalarni dedi. Atxon uning nima deganligini tushunmay hang'iyib qarab turdi. Keyin birarsidan nijotlik kutgandek atrofdagilarga talmirib, mo'ldirlab qaradi. Lekin bu yerdagilarning hammasi talat, so'rin, qo'pol va oldirash odamlar edi. Qozi endi noxushlik bilan qo'lini silkib qo'yib,
heliqi saqchiga bir narsalarni devedi, u Atxonga bigiz qo'lini shiltib turib, og'ziga tegmay bir narsalarni deb ketdi. Shu gaplardan keyin qozi heliqi materialga yo'g'on bir muhrni vaqqida bostida hayda deb vaqirdi. Mana shu bir muhr va bir eg'iz gap bilan Atxonning taqdiri yangi boshdan belgilandi. Qabohatlik tush, qabohatlik reallikqa aylandi. Atxonning 3 kundan beri Xudoga nola qilib, o'ziga tasalli berib, bu bir uqishmaslik, ular meni xato tutdi, Alloh hammani o'ngshaydi degan umidlarimi ko'pikdek yo'qqa chiqdi. Shu kunila Atxonni Ravalpindidan 200 necha kilometr jiroqlikdagi mashhur Lahor turmasiga yo'tkadi. Burundan turmi tugul saqchining soyisini ko'rsa o'rkuydigan bu taqvodor odam mana bugun jiroq yot bir yurtda begona odamlarning qo'lida ko'zi kishanlarga band bo'lib, ig'ir mahbuslik turmushini beshidan kechirib o'tadi. Bu baxtsizlikning bundoq tuyuqsiz va mudhishlik bilan yuz berganligidan Atxon qattiq azoblandi. U o'g'li Akbarning shu kunlardagi yolg'izlik va g'iriblikda o'tkazayotgan sarsoni kunlarini o'ylasa, o'z beshiga kelgan bu ichinishli kulfatlarni unutib ketadi. Bundoq nam nishoni yo'q sirliq ayrilish o'g'li uchun ko'tirib qo'pqisiz azob oqibat bo'ladiganligini, bundoq tuyuqsiz zarbiga har qanday go'dak qalbning bardoshlik berolmaydiganligini Atxon tushunadi. Hozir uning azobliq qalbiga ozroq dal bo'layotgan narsa Elimshoning Akbarga hamroh bo'lib turayotganligi edi. Elimsho uning nazarida mardlik, qaysarlik va fidokorlikning simvoli edi. Atxon o'tganki uzun jafoliq safar jarayonida Elimshoning ishonchli himoyachi va vafodor hamroh ekanligini ko'rib ketgan edi. Shunga uni o'z qarindishidek ixlos bilan yaxshi ko'rib qolgan edi. Atxonning tajribasidan qaraganda, bundoq odamlar garchi nodon, talba bo'lsa-mu, lekin ulardan vafo, sadoqat keladi. Atxon yolg'iz qolgan o'g'lini nurg'un duo tilovatlar bilan avval Xudo, ondan qolsa Elimshoga topshirib, shuningdan o'ziga ostola tasalli topdi. Lahor turmasi haqiqatan hayvatlik, surlik, puxta turma edi. Odam yotadigan uylar yerning ostig'iroq tushib ketadi. Tam to'ruslari taxt temir bilan yasalg'ashqa so'g'uq ham qattiq edi. Sesqichilik, pasqinchilik besib ketgan bu uylarda chashqon, paqa, suvarak, pit, burgi degandek narsalar xohlagancha o'ynashib, sakrashib yuradi. Atxonni 3-kamerga soladi. Bu kamerda Atxondan boshqa yana 4 odam bor edi. Kiyimlari juldur, chochlari o'sib, changallashib ketgan, chiroyi tatrango, mijazi chashqun bu odamlar Atxonga beparvolik bilan mundoqla qarab qo'yishdi. Ularning bu qarishidan "Senmi bizga o'xshash jinoyatchi tutqun, bu yerga mana shundoq baxt qara, sho'rpeshonlar kirib chiqib turadi" degandek ma'nolarni tushungili bo'ladi. Atxon shu kuni kechicha kirpik qaqmay yig'lab chiqdi. Atsi Gündipay bergan bir qacha mashliq umashqa qarab o'ltirib, yana yig'ladi. Shu chaqda uning quloqiga go'yo arshdan tushgan farishtalarning shivirlagan ovozidek yiqimliq, to'nish bir ovoz anglandi. "Yig'lamang aka, nimaga yig'laysiz? Yig'ilganning foydasi yo'q." Atxon yig'idan chippida to'xtab yeniga qaradi. O'ng tarafida o'ziga qarab, kulimsirab, Uyg'ur tilida yamidab gap qilib turgan illiq bir chiroyni ko'rib, hayajondan yuragi shurrada erib ketgandek bo'ldi. "Tanishib qo'yayli aka. Mening ismim Shermilan. Avu
qiysiip yatqani mening inim boludu. İsmi Sitmilang. Bundaq zulmat ichida tasodifiy paydo bo'lgan bu yiqimliq so'z va issiq chiroy shu tapda Otxonga bir daqiqa bo'lsa-mu bu mudhish yar bilan butun vujudini qarmabqa olgan azobni unutildirib, uning so'q ko'ngliga do'stlik mehri bilan hayot lazzatini tetitdi. Otxon endi tunji qitim beshini ko'tarib atrofga qaradi. Lekin u yanala yatsirab endikib turg'ashqa, xuddi onasini topolmagan mo'zaydek ko'zlarini chakchaytib, alanglab qaraydi. Yangi tonish, yangi turmush ana shundoq boshlandi. Otxon Akufka Shirmilang, Sitmilanglar bilan tezli chiqishib, ularning tegi taxtinimi bilib qoldi. Amdila 20 necha yosh kirgan bastlik, so'latlik bu yigitlar shu turqida bayni 30 necha yoshlik kasalman odamga o'ylanib qolgan edi. Lekin ularning ruhi yanala ustun edi. Umidvor, jo'shqinligi ko'zlaridagi yoshlik nuridan chaqnab turadi. Ularning dadasi Xo'shalxon Ravalpindida yashaydigan tovan darajalik bir diplomatiya xodimi edi. Bu adam miladiya 1930-yilining oxiridan 1940-yillarning 5-gacha Pokistonning Qashqarda turishliq vakolatxonasida ishlagan. Shu chaqda 10 necha yoshlik hayada birsi musobaqa mashinasi haydab yetibdi, shunlashqa u yoqdan bu yoqqa tez suratda yuqori ovoz bilan o'tib sal avar qilyapti ha. Shu chaqda 10 necha yoshlik Shirmilang bilan Sitmilang dadasi bilan billa Qashqarda turgan edi. Ular hamisha konsulxona atrofidagi o'z dematlik Uyg'ur bolalari bilan aralashib o'ynaydi. Keyin hatto ular bilan ibtidoiy maktabda yarim yil billa o'qib, Uyg'ur til yoziqini xeyli obdan o'rganib olgan va Qashqarni o'z ona yurtidek yaxshi ko'rib qolgan edi. 1945-yilning 5-ida dadasi jiddiy uqtirish bilan vatanga qaytdi. Akufka 2 yilmi dadasi bilan Pokistonga qaytib kelib, tijorat bilan shug'ullanishga boshladi. Ular o'tgan yili sud ishi bilan Karachiga ketayotgan yo'lda bir bulonchiga uchrab, ikkisi o'zini qo'g'dash jarayonida bulonchiga pichoq tiqib o'ldirib qo'ydi. Gerçi bu yo'lli qo'g'dinish xarakterdagi saballik jinoyati bo'lsa-mu, lekin odam o'lib, xun da'vosi bo'lg'ashqa Shirmilangni 10 yillik, Sitmilangni 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Shundoq qilib, Akufka ikkimiz qotil bo'lib qoldik, dedi Shirmilang o'ksingan holda Otxonga qarab. Bizg'u mayli, nima degan bilan qo'limizda odam o'lib, xunxo'rq ataldik. Lekin siliga bak uval bo'pti-ku. Oq qarsini ayramay bundaq qamab qo'ysa qandoq bo'ladi? Hozir hukumatning oq qarini ayrig'idek cho'lis nada aka? dedi Sitmilang zardi bilan. O'rnini o'g'ri akatmay joyida tursa, shuningga xo'shal bo'lib yuraverdi. Akufka kelanning ish ko'yarlik bilan qilgan hesdashlik so'zlari azroq bo'lsa-mu Otxonning miskin ko'ngliga malham bo'ldi. Hammani ko'rib turg'ichi Xudo bor, dedi u yana shu taqvodorlik bilan o'xtartib. Bandaga mushkul to'yilgan ish uning uchun oson. Kunlar o'tgan sari Otxonning turmidoshlari, sirdoshlari ko'paydi. U Qur'onni yaxshi o'qiydi. Nafsi issiq, talaffuzi ochiq va ravon edi. Otxon har qitim kamera oldiga selingan bo'ri ustida namoz o'qib, Qur'on qiroat qilganda, turmidoshlari ixtiyorsiz holda uning atrofiga to'planadigan. Uningga iqtido qilib namoz o'qiydigan. Uning qiroatlarini zan qo'yib, nabdulluq bilan anglaydigan bo'lib qoldi. Bu xil ishonch va hurmat asta-asta Otxonni turmidoshlariga texmo yaqinlashtirdi. Ular uylaridan kelgan narsalarni Otxon bilan tang yeydigan,
hech qandaq narsasini uningdan ayımaydigan, əmgəklərə chiqqanda uni ig'ir ishlarga salmaydigan bo'lishdi. Atxan bu yerda Abdulla Saray ismli bir turk bilan tanishdi. U ətkəsçilik bilan tutilib 5 yildan beri mushu yerda ekan. Heliq turkning bakmi chiroyli qo'l hunari bor edi. U hamisha bekor turmay erlar kiydigan zar do'ppi to'qiydi. Ko'k zar yipda gul chiqarib, seriq kalvotun yipda to'qiladigan bu nepiz do'ppa bakmi ko'rkam va nafs edi. Heliq turk mundaq do'ppidan 2 kunda birini to'qiydi. Onun ilmek yanında tutkan qo'llari shundoq chevar ham yengil ediki, qarab o'ltirgan odamga go'yo oddiy shapaq do'ppi emas, balki esil bir san'at bo'yimi ishlayotgandek huzurliq tuyg'u beradi. U ashundaq do'ppidan birini to'qib atxonga kiydirib qo'ydi va iftixor bilan mundaq dedi: "Agar men mushu ishni qilmagan bo'lsam, bu chaqqicha sarang bo'lib qolatdim. Bu yerga kirib, uzoq o'tmay bir panjablikdan mushundaq do'ppi to'qishni o'rgandim. Bu ish mening hayotimni saqlab qoldi. Hozir haftada 4-5 kun to'qiyman. Mushu yerdan elib chiqib ketadigan xaridorlarim bor. Kerakli narsalarni mo ashular akirib berdi." Atxon garchi turmadoshlarining hurmatiga, ishonchisiga va himoyasiga erishib, turma hayotini ancha qiynalmay o'tkazayotgan bo'lsa-mu, lekin turma hamon uningga bu dunyodagi ko'hi qapdak belinib, o'zini azob va xo'rliq tuyg'usidan zodi qutuldira olmadi. Atxon har qitim temir qafaslarga solangan ashu odamlarni ko'rsa, yuragi ichishib, ko'ziga yosh keladi. Bundaq temir qafaslar kamir orliqidagi yo'llarda xeyli ko'p edi. Uningga o'lim jazosi hukm qilingan mahbuslar solinadi. Qafasda mükçiyib hayvandan mübətlər qiyin holatda turgan bu odamlarning choch soqollari o'sgan, kiyimlari juldur kepan, ko'zlaridan hayotlik nuri o'chib, chiroyidan umr bo'yi xo'shallik ko'rmagandek bir xil ichinishliq mung zar chiqib turadi. Ular cho'ng kichik taratni ashu qafasning ustidagi sapal qochig'i qiladi va mushu jon qaqshatquchi temir ramka ichida darg'a esilib o'lish navbatini kutib yotadi. İnson bolasi beshiga kelgan bu ichinishliq qismat Atxonning qalbiga zoti sig'madi. U har qancha qilibmi bundaq yovuzlik, shafqatsizlik bilan qonun ijro qilishni kallasidan o'tkazolmadi. Atxonning qarishicha bu odamlarni qafasda yotqizib, bundaq qiynig'icha bir yo'lla darg'a esib jinini olgan tusuk edi. Bu yerda jinoyatchini jinoyatchi boshqaradi. Nimbardor deb atiladigan seriq posmaliq, qizil posmaliq va ko'k posmaliq jinoyatchilar bor edi. Seriq posma kiyganlar 30 yil kesilganlar ichidagi quloq keslar bo'lib, ular o'zidan to'van kesilgan jinoyatchilarni boshqaradi. Qizil posma kiyganlar 20 yil kesilganlar ichidagi sayoqlar bo'lib, ularmi ma'lum doirada odam boshqaradi. Ko'k posma kiyganlar bo'lsa, ashu yuqorqi 2 xilning ichidan tanlab olgan choparmanlar bo'lib, ular seriq va qizil posma kiyganlarni boshqaradi. O'zi jinoyatchi turib, yana jinoyatchilarni boshqarish huquqiga erishib qolgan bu nodon talvalar xuddi eshakka hunarni ko'rsat desa, hangrab beribdi degandek har qanday ishni chekidan oshirib etadi. Qo'lidagi kaltaklarni hamisha ashu bechora mahbuslarning beshida rahimsizlarcha o'ynatdi. Bir kuni kaltak ko'targan bir nimbardor Atxon yotgan kamerga kirib, uni xala tozlashga elib chiqmoqchi bo'ldi. Atxon o'rnidan turib, nimbardorning orqasidan agishib moqmoqchi bo'lib edi. Shermelang uni to'xtatib, heliqi seriq posmaliq nimbardorga mundaq dedi: "Bu odamni xala tozlatma. Buning o'rniga men berib tozlay." "Nimishqa?" so'rdi nimbardor ko'zlarini olaytib. "Bu degan mehmon.
Türmede mehmon nima ish qiladi? Bu degan chet ellik bizga mehmon bo'lmaydi nima? Men cho'qim mushuni elib chiqaman, dedi Nimbardor ko'ranglik bilan. Qandoq, gaping bormi? Yo'q, buni elib chiqmaysan, dedi Shirmilang johillik bilan. Buning o'rniga men chiqaman. Nimbardor otxonni mang deb qo'lidagi kaltak bilan dushkalladi. Otxon ikki o'tirida jadal chiqib, biror ko'ngilsizlik yuz berib qolmasin deb o'ylab, yavaşlik bilan Nimbardorning oldiga tushib mangdi. Lekin Shirmilang yana bo'ldi qilmadi. Erka va g'ururlik o'sgan bu yigit o'ziga o'xshash bir jinoyatchining beshidagi posmog'i tayinib, odam bo'lsa qilishiga chidab tura olmadi. To'xtasizlar Otxon aka, dedi u Otxonning oldini to'sib. Bu g'alcha nemancha haddidan oshudi? Hala tozlaydigan ishni kim qilsa bo'lmadimi? Ukam Shirmilang, dedi Otxon yelingandek uning qo'lini tutib. Bo'ldi, o'zim chiqay. Ish deganning yaxshi yomoni yo'q. Yana meni deb aranglarda arazliq bo'lib qolmasin. Yo'q, hech ish bo'lmaydi Otxon aka, dedi Shirmilang turgullik bilan. Men chiqaman dedim, chiqaman. Gapmi eg'izdan chiqadi, jonmi eg'izdan. Lekin Nimbardormi johillik qildi. Sen chiqmaysan, osh chiqadi. U chiqmaydi, men chiqaman. Qanday qilasan? Gap ovudi. Ovigan sari qo'pollashdi. Har ikkisining alpozidan bir qapas elishadiganligi chiqib turadi. Nimbardor qo'lidagi kaltakni shiltib edi, Shirmilang uni tortib olib sundiribdi. Nimbardor ochchig'iga paylamay uningga tashlandi. Lekin Shirmilangmi Shirmilangga tankelalmay 2-3 mushtni ortiq yeb ketdi. Og'zi burni qanab, ola-tog'ilib varqirashga boshildi. Uning ovozini anglagan bir gundupay pushtak chaldi. Bir soqchi bilan bir necha seyriq qizil posmaloqlar yugurib keldi. Ular Shirmilangni basmaqtab tutib, turma ishxonasi tarafga aketdi. Turma hayotida har qanday jazoga tortilish xavfi bor edi. Yaxshilik va yomonlikni bilib olish ters edi. Kishi o'z beshiga keladigan balo qazo yoki baxt saodatni oldin tasavvur qila olmaydi. Bu so'zni turmada nihoyat oson tushunib yetgili bo'ladi. Ehtiyot qilmasa, balo qazo so'ngishdan marabla turadi. Otxonning ansirgan ishi oxir yuz berdi. Gundupaylar Shirmilangni savol so'roq qildi. Qattiq urdi. Oxir o'shidan ketganda kameraga akilib tashlab qo'ydi. Uning dumbisi qamchining izi bilan shalvarab ketgan edi. Otxon Shirmilangning beshini silab quchqiga oldi. O'zi uchun dard chekkan bu oq ko'ngil mardona yigitning tayoq azobida zaif ingravatganligini anglab, ich-ichidan puchilinib ketdi. Otxon alam va xo'rliqqa chidamay bir tutam quyuq soqolini kimgidir xaplab qamollab edi. O'zimi sezmagan holda soqollari pris yo'lindi. Lekin u og'riqni sezmadi. "Oh, Xudo!" deb nola qildi Otxon oxir ko'z yoshin ichiga singirib. "Men sana kishining haqqidan qo'rqib, yomon ishdan farz qilib, halollik bilan 50 yil bandichilik qildim. Hala bu kunga kelganda jiroq yoqi yurtda mushundoq azob kulfatlarni tortishmi sening irodangmi? Karamli Xudo, daraxtni yiltizi bilan yaratding, lekin bandalaringning yiltizi o'z qo'lingda turibdi. Sen o'z himmating va karomating bilan bizni bu azob xo'rliqlardan tutuldirgin. O'zingga tevindim Alloh. O'zingdan boshqa panohim yo'q. Yig'ilgan ko'zimizga yosh, yeydigan og'zimizga osh ber Alloh. Bandaning qo'lida xor qilma Alloh. Eriqni suv qilib oqtir, osmonda xos qilib uchir Alloh.
şundaq biçara holatda Xudodan inoyat tilab ko'zlariga yosh oldi. Özümü sezmegen halda ko'zdan taramlab aqqan yosh yerim behush yotgan Shirmilahning solg'in yuziga tushdi. Ikkinchi. Ata-bola ikkilan 23 kunlik ig'ir judolikdan keyin mana bugun to'limi tasda qilin sim to'siqning ikki tarafida turib ko'rishdi. Har ikkisi o'zini basolmay yig'ladi. Yig'lagandimi bo'qildab, ezilib uzoq yig'ladi. Dada, bu zodi nima ish? dedi Akbar yig'idan to'xtagandan keyin esadab turib. Uning og'zi gapga kelmay, lavlari pir-pir uchatdi. Bu dunyoda nohaq ishlar nima degan ko'p? Balam, haq degan birla Allohga xos, dedi Atxon o'g'lining ko'ngliga tasalli berib. Allohdan boshqasi ya undaq, ya mundaq nohaqchilik qiladi. Akbar ko'zidagi yoshlarni surtib, dadasini qonug'idek ko'rib olish uchun uningga sapselib qaradi. Qaradi-yu, yana ko'ngli buzildi. Chunki dadasining soqollari o'sib, rangi ro'yi totirib, burunqi kelishgan qomatlik xushxuy turqidan asarmi qolmagan edi. Demisimi, bu kunlarda u xeylada yodigan. Qonshiri ko'tarilib, ikki qo'vzi shippida cho'kkan edi. Balam, eshak saqmi? So'rdi Atxon kutilmaganda. Holidan xabar elib turgansan? Eshakni setvatdim dada, dedi Akbar parvosizlik bilan. Boqqili bo'lmadi. Bir panjobliq bedik akatdi. Nima? Setvatdim? Atxonning ovozi titrab, chiroyi oqirib ketdi. Nima bo'ldi dada? Akbar huduqib so'rdi. Chiroying g'alati bo'lib ketdi-ku. Uchilikni bermagansan? Atxonning ovozida ham aloqsodalik, ham ostola tanbih bor edi. Berdim dada, dedi Akbar dadasining buncha bearam bo'lishining sababini tushunmay. Eshak bilan billa akatdi. Ha? Akatdi. Atxon shu gaplarni qilib etib, demi ichiga tushib ketdi va put-qo'li bo'shishib turgan yerida puklanib qoldi. U xuddi birsi komshiriga tuyuqsiz kolla urgandek aylanib ketgan edi. Akbar, dada, sana nima bo'ldi? Deginicha varqirab, sim to'siqni qo'llari bilan tirnalab ketdi. Lekin Atxondan sado chiqmadi. 2 kun depay uni so'rab kamerga akirib ketdi. Akbar sirtda yig'lag'icha dod faryod chekib qoldi. Agar shu beti turaversa, umi g'oshidan ketishi mumkin edi. Shunga Akbarni o'zi bilan birga kelgan hamrohi qo'lidan yetilab turmaga yaqin yerdagi kichik bir saroyga aketdi. Akbarning Lahorga kelib, dadasi bilan ko'rishishi osonga tushmadi. Baxtarxon Alla kimlarga yelinib, yolvorib, bir necha kun deganda soqchi idorasidagi tonishi orqali yo'l xati va tonishtirish elib berdi. Ondan Yahya xo'ja oshxonasidan bir shogird bolani ajirtib, uningga hamroh qilib qo'shdi va dadasi uchun bir muncha yemak-ichmak tayyorlab berdi. Bu ikkilan poyezdda bir kech kunduz yo'l yurib Lahorga keldi. Bu turmani nihoyat tasda izlab so'rab topgan edi. Mana shunda qiyin va mushkullik ichida ko'rishgan ota-bola ko'rishibla dakki mubtalo bo'ldi. Akbar dadasining nima uchun eshakning setilib ketganligini anglabla o'shidan ketganligining sababini tushunmay qiynaladi. Atxon bo'lsa, xuddi birsi yuragining bir parchasini sug'urib olgandek nimjon holatda jon talashyotdi. Hozir uningga hayotning, dunyoning hech qanday qimmat qolmagandek edi. Erkidan, izzat hurmatidan va barliq
mal dünyasından ayrılgan adam bəyni bala qazadan yanmaydigan tilsiz hayvanğa aylanıdı. Şu tapda Atxan aşundaq halatga kelgan edi. Yürəkdəki ələm, ғəzəb və ümidsizlik onu heç nimədən yanmaydigan bir təlbə türgünge aylandırıb qoyğan edi. Atxan əmdi yaşaşdın ölümni əvzəl gördü. Heç nərsisi yox, quruq iskeletqa aylanıb qalğan bundaq ıssıq canını davamlıq saqlab verişinin heç qandaq əhmiyyəti yox edi. Çünki o aşı oğlu setivetken uççuluk bilen billa qutluk haj səpiri üçün tayarlagan barlıq dünyasının ayrıldı. Atxan Qashqardan yolga chiqadigan chaqda aşı alohida buyurtib tiktirgan gilam ushliqining orsiga 10 so'mlikdan 30 tillani yoshirib tikivatgan edi. Bu onun barlığı, hayatı ve ata-bola ikkilarni hash qildirib, yana o'z yurtiga aman esen apirib qo'yadigan tangdoshsiz angishtlari edi. Bu angishlar bo'lmasa, hech ish vujudga chiqmaydi. Hatto osh yalang'ochlikdan qadirsiz qurt qo'ng'izlardek o'lib qolishi mumkin edi. Şoňa o üstilep kelevatgan bu azaplardan bir gün bolsumu burunrak qutuluş üçün ölümni əvzəl gördü. Ölüş gerek. Ölüm yaxşı nicatlık yolu. Adam degennin bu dünyadaki ömrü yazdaki baran, küzdeki hazandaklı iş. Hakiki ömür, ebedi hayat o dünyada. Pani alem insanlar üçün sınak meydanı, vaktlik tirikçilik sorunu. Şunun üçün Allah Taala baqi alemni məngülük qarargaq dep irad qılğan. Lekin ölümən depla ölgili bolmaydı. Can xeli çın yerde edi. Qanda qilish gerek? Törmenin tömür tamlarına üsüp ölüş gerekmi? Yoki av qapasdiki mahbuslar üçün tayarlagan darıga yoşurunca berip esilish gerekmi? Lekin Atxan yana oynanıp qaldı. O ölsə, Əkbər qanda qılıdı. Oğu bu azaplardan ölüm bilenle qutular. Ama Əkbərni bu yat yurtda başpanaqsız, harlıq, zarlıqda taşlap kesse onun azabı kimki boludu. Əkbər əmdila 16 yaşqa kirgen səbi bala. Onunmu bu dünyanın rahitini, xovluqini görüş huquqi xuddi dadısıға oxşaş, öy uçaqlıq bolup, pərsənd körüp, ata boğusının hayatlıq şamini üzüldürmək yandırış məcburiyeti var əməsmi? Atxan şularını oylap, yani köngli buzuldu. O mu başqa atalarga oxşaş, öz pərsəntinin yetim, bəxtsiz, xar, zarb bolup gelişini xalamaydı. Şu çağda Atxanның köz aldıda, avu tömür qəpəsdə ölüm növdini kütüp yatqan şor pişana məhbuslarının mı hayatqa, yoruqluqqa və yaşaşqı bolğan intilişləri gəvdilenip, birdilla özünün ölüm toğrısıdaki xiyallardan səskəngəndək boldu. Ölümü muqarrarlışıp qalğan aşu adamlar çığıda yeniden ərqandaq birisi özsə, ularını tovlap, gəp qilib, ular bilen nemi toğrısıdır sözlüşüşünü, moңdışışını oylaydı. Bu hal Atxanğa dəsləb ғalətli toyulğan bolsumu, keyin ularının muşu yol bilen hayatqa, yaşaşqa intilib atqanlıqını, hayatlıqni ölümdün yaxşı kördüqanlıqını, bir gün bolsumu bu dünyada adamdek yaşaşını arzu qılıdığanlıqını düşengen idi. Demisimi, hayatının tamam lezzetlerden mahrum bolup, bütünley azap oqubətke mubtala bolğan adammu ölümdün köre yaşaşını əvzəl gördü. Çünkü ölüm yoxluq, zulmət içideki boş nərsə. Bu dünyada hayatlıqның güzelligiga, güç qudurtiga və cəlibkarlıqqa yetadigan nərsi barmı? Ən yavaş, tilsiz qoy çığıda boğuzlayman desəң, şiddet bilen put etib qarşılıq qılıdı. Kaniyi bıçaq təkkəndən keyinmi tıpırlap tartışıdı. O zaten hemeki tartışıdı. O mu ölümden yaşaşını əvzəl gördü. Baharga, yeşil çöplərgə, oynaq sularga tartışıdı. Hatta qeynib qar besib, yeşillik tügegen, hayatlıq dınıqı üzülgen zimistan qışlardı mı, o yana yaşaşqı intilıdı.
Haman bir күні қақас тағларының бахарға, ешіллікқа түркіндіғалықыны беліп, чыдам білән күтіді. Dərvaqı, hayat yolunun əgri toqaylығы, turmuşның mürekkep, sırlıqlıqı tüpeylidin, adam bir gün parağatsı ötsə, bir qanç gün asaratlı ötüdü. Lekin hayatta parağatlı günlər haman köp boludu. Hayat haqiqatının mana şundaq şirin hem açıq tərəflərini asta düşünüp yetken Atxan 2 gündən keyin oğlu bilen qaytı görüşkende eşek ve uçuluq toğırsidagi gaplarni zat eğizga almadı. Bu sırның aşkarlanıp oğlunun mu azaplanışını xalamadı. Bu haqda Akbar eğiz açqanda bolsa özünü təmkin ve erken tutup "Heç gap yo'q oğlum. Şundaqlı sorap qoyğan dedim. Eşekке ishkishib qapti ekanman." degan gaplar bilan o'tkazib o'tdi. "Dada, sen bu yerdan qachon chiqsan?" so'rdi Akbar go'daklarcha xiyol bilan. "Men bek yolg'iz qoldim, qiynalib ketdim. Elimsha akamning ahvolimi yaxshi emas." "Qachon chiqishimni bilmayman balam," dedi Atxan ulug' kichiktinib. "Lekin men o'zimgimi, Allohgimi aq. Mening hech qanday gunohim yo'q. Bular meni xato solab qo'ydi. Uqishmaslik bo'ldi." "Birarsi chaqdimi ya?" shubha bilan so'rdi Akbar. "Kimmi chaqar balam? Men kimga yomonlik qilgan?" Atxanning ko'nglida hech qanday shubha yo'q edi. "Behuda gumon qilmayli balam. Gumon iymonni qochiradi." Bu ah ko'ngil, bag'ri yumshoq odam zaharlik chayonning hamisha kesak ostida yotadiganligini, ba'zi odamlarning baayni tunga tashna huvqishdek bulung pushqoqlarda yurib kishilarga shumliq chillaydiganligini zodili xiyoliga keltirmaydi. Vaqt to'shib xo'shlashadigan chog'da Atxan Akbarga ko'z yoshi ichida mundoq dedi: "Balam, men aq, men pak. Bununğa Allah guvoh, osmonmi, yermi guvoh. Sen Baqtarxonga, Yahya xo'jaga aytqin, ular ishning ipini biladi. Xudo uchun bo'lsimi, biror yerga mening to'g'ramda sunib baqsin. Elimshan yo'qlab tur. Xo'sh balam, xo'sh." Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Kelar qaytim davomlashtiramiz. Aman bo'ling. Xayr xo'sh.